Mana bu nima deb o'ylaysiz? Bu endi transheylarni katta kovlamasangiz, katta mashina o'zi kovlab ketadi. Bu kovlab turponni bu yoqqa surib ketadi. Bu alohida Amerikadan kelgan nasadkasi ekan. Bu nasadkasi $19,000 turar ekan. Bobcat taqilar ekan. Bobcatni o'zi mana ko'rib turgandek, bu $60,000 turar ekan. Bular hammasiga 1 yil 2 ming marta garantiya bor. Bu alohida ekan nasadkasi. Bu yoqqa kiradigan bo'lsa, mana bu yerda yozilgan, bu Chexiyada ishlab chiqarilgan. O'zi Amerikaniki, hamma biladi bu. Mini Pavshan otasi Bobcat. Tepada radiatorni bu yoqqa qo'ygan. Pastini ochsak, motori mana bu yoqda Kubota bo'ladi motor. Mana original Kubota motoridan kichkina bo'lsa, xichang bu yerda nima orqaga qo'yilgan? Ya'ni bemalol remont qilish uchun hamma narsasi orqaga qo'yilgan. Yoqilib qo'ygan joyi ham yerda salarga qo'yiladi. Juda ham ekonomik bo'lgan motor. Mana bu protres ishi og'irligi shu protres vazifasini ya'ni bajaradi. Motor ham shuning uchun orqaga ko'chirilgan. 3 metr balandligigacha ko'tarila oladi. Hamma ishingizni bu hozir juda ham populyarlik, hamma ishingizni qiladi. Kichkina joylarda bemalol razvod qiladi. Mana bu ходовой sistemasini o'ziga 10 yil garantiya berar ekan. Bu haqiqiy Bobcatni o'zi, ya'ni Xitoyda bo'lgan emas, toza Chexiyada bo'lgan. Salonga keladigan bo'lsa, salon oddiy qilingan. Mana bu stakanchi qo'yilgan, pechka, konditsionerlari bor. Mana bu yerda qo'yilgan joylari bor. Mana bu nasabga bundoq oldingizga tushadi va siz ushlash mashina ko'tarasiz, hech narsa ishlamaydi. Oddiy qulay qilingan, hamma jo'stiklari ishlaydi. Ya'ni o'sha mana bu ko'chirilgan, oddiy richayli qilingan. Hammasi sodda qilingan. Euro 2, ya'ni xohlagan salarkizda ishlaydi, faqat paloni salarka qo'ymasangiz bo'ladi. Oldiga zashta qo'yilmagan, chunki agar ag'anab ketsa, bu yoqdan sindirib chiqarish uchun qo'yilgan. Yonida esa temir zashtalari bor. Hamma knopkalari bor, xuddi kosmik kemaga o'xshaydi. Bobcat haydab ko'rganda o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar.